qizlarimiz hech qachon shoshmaydi. Shoshilmang. O'g'il bolalarga ham shoshilishlik yaxshi emas-da, qiz bolalarni shoshilishligi yaxshilikka olib kelmaydi. Hech qachon shoshmang. Sokin bo'ling. Har doim qadamingizni o'ylab bosing. Telefon ishlatasizmi, kim bilandir gaplashasizmi, o'ta o'ylang. 7 marta o'lchab kesmay ham qo'yavering. O'zi 7 o'lchab bir keslaydi-yu, siz 7 o'lchab kesmang. Borib so'rang, kessam maylimi deb. Qizlarimizga shu nasihat. Chunki sizlar millatning umidisizlar. Kitobdagi narsalar hayotga to'g'ri kelmaydi ko'p joylarda. Kitobda sevgi, muhabbat, hayotda mehr, shafqat bo'lish kerak. To'g'rimi? Sevgi, muhabbat bilan hayot bo'ladimi? Yo'q, sevgini o'zi yetmaydi. Kitobda o'qiysiz, Hind kinolarini ko'radi, ba'zilar turk seriallarini ko'radi, hayoli kinoga ketib qoladi.